Kun davomida biz taksidan foydalanamiz, xaridlar qilamiz, bank ilovasi orqali pul o'tkazamiz, kafeda ovqatlanamiz, internet orqali buyurtma beramiz. Bularning barchasi oddiy xizmat ko'rsatish turlaridek, ammo aynan shular iqtisodiyotning eng faol tarmoqlaridan birini tashkil etadi. Xo'sh, Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasi qanday rivojlanmoqda? Assalomu alaykum. Siz bilan statistika oddiy tilda ko'rsatuvida aynan ana shu savolga javob topamiz. Samarqand viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-mart oylarida Samarqand viloyatida ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 21 trillion 620 milliard 400 million so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4 trillion 300 milliard 700 million so'mga ko'pdir. O'sish sur'ati 116,8% ni tashkil etib, xizmatlar sohasida barqaror rivojlanish davom etayotganligini ko'rsatmoqda. Taqqoslash uchun 2025-yilning shu davrida xizmatlar hajmi 17 trillion 319 milliard 800 million so'm bo'lgan va o'sish sur'ati 114% ni tashkil etgan edi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan bozor xizmatlari hajmi esa 4 trillion 926 ming 800 so'mga yetdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 905 ming so'm yoki 14,6% ga ko'pdir. Xizmatlar sohasida kichik biznesning hissasi alohida e'tiborga loyiq. Dastlabki 3 oy davomida kichik biznes tadbirkorlik subyektlari tomonidan 14 trillion 232 milliard 700 million so'mlik xizmatlar ko'rsatildi va bu umumiy hajmning 65,8% ni tashkil etdi. Ya'ni viloyatda ko'rsatilayotgan har 100 ming so'mlik xizmatning qariyb 66 ming so'mi kichik biznes hissasiga to'g'ri kelmoqda. Hududlar kesimida eng katta ulush Samarqand shahrida qayd etildi. Bu yerda 5 trillion 670 milliard 700 million so'mlik xizmatlar ko'rsatilib, viloyat umumiy hajmining 26,2% ni shakllantirdi. Tumanlar orasida Samarqand tumani 945 milliard 100 million so'mlik xizmatlar hajmi va 131,2% lik o'sish sur'ati bilan ajralib turdi. Urgut, Pastarg'om, Payariq, Jomboy va Ishtixon tumanlarida ham xizmatlar bozorining izchil rivojlanishi kuzatilmoqda. Xizmatlar tarkibida savdo xizmatlari 26,1% bilan yetakchilik qilmoqda. Yashash va ovqatlanish xizmatlari 25,5%, transport xizmatlari 18,1%, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 3,6% hamda ta'lim xizmatlari 3,5% ulushni tashkil etdi. Moliyaviy xizmatlar tarkibida sug'urta xizmatlari 31,6% ga oshgan bo'lsa, kompyuter dasturlash xizmatlari 54,3% ga ko'paydi. Transport va logistika sohasida esa omborxona va yordamchi transport xizmatlari 177,4% ga, pochta va kuryerlik xizmatlari 118,3% ga o'sdi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2026-yilning birinchi choragida Samarqand viloyatida xizmatlar sohasi iqtisodiyotning eng faol va jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Savdo, turizm, transport, moliya va axborot texnologiyalari sohasidagi o'sish iqtisodiyotning barqaror rivojlanayotganligidan dalolat bermoqda. Sizni viloyatimizdagi ana qanday statistik ma'lumotlar qiziqtiradi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Biz esa sizni qiziqtirgan ma'lumotlar bo'yicha chiqish qilamiz. Unutmang, raqamlar adashmaydi. Ular faqat haqiqatni gapiradi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.